Lavashni bolalarimizga qo'shilib o'zimiz ham sevib iste'mol qilamiz, to'g'rimi? Buncha tafsilotlarda tayyorlanadigan lavashni yo'lda qoldiradigan, uy sharoitida go'shtlar boshqacha mazali bo'lib pishadigan lavash tayyorlaymiz. Go'shtni yupqa qilib to'g'rab, ustiga bitta kivini maydalab to'g'raymiz. Soya, tuz, murch, xohlagan ziravorlarni qo'shamiz, yog' solib yaxshilab aralashtiramiz. Marinovkada 30 daqiqa turgan go'shtimizni qizib turgan tovada qovurib olamiz. Biroz qovurilgan go'shtni pishguncha qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz. Bodring, pomidor va aysberg karomini parrak qilib to'g'rab olamiz. Bu orada go'shtimiz ham xil bo'lib pishib chiqdi. Bittagina pomidorni qirg'ichdan chiqarib qo'shamizda 2 daqiqa qovuramiz. Bu lavashni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Bay, hidlarini aytmaysizmi? Shunaqa mazali go'shtlarini chaynamasdan yutasiz. Lavashga birin-ketin videoda ko'rsatilgan mahsulotlarni solasiz, xohishga ko'ra sir qo'yib, rulet shaklida o'rab chiqasiz. Qizib turgan tovada har tarafini qizartirib olamiz. Ha, oddiy tovada ham qotirib olsangiz bo'ladi. Endi ovozini bir eshiting-a. Ishtahangizni rosa ochdimmi? Vaqtni o'tkazmasdan hoziroq tayyorlab ko'ring.